Assalomu alaykum azizlar. Men Abdullajon Abdufattohovich, Avtobest School Innovatsion avtomaktab asoschisi. Bugun sizlarga yo'l belgilarini, buyuruvchi belgilar to'g'risidagi barcha testlarni tushuntirib o'taman. Bugungi darsimiz yo'l belgilarining 4-guruhi bo'lgan buyuruvchi belgilar bo'yicha 32 ta testni siz azizlarga tushuntirib beraman. Bu buyuruvchi belgilarda o'sha imtihon savollarida eng ko'p testlar keladigan va eng chalg'ituvchi savollar bo'ladi. Mana hozir e'tibor bersangiz, davomini ko'rib borsangiz, o'zingiz guvohi bo'lasiz. Birinchi savol: bu chorrahada chapga burilishga ruxsat etiladimi? E'tibor bering. Chorrahadan oldin buyuruvchi belgi 411 harakatlanish to'g'riga buyuruvchi belgi turibdi. Ushbu belgi birinchi chorrahaga qo'yilganmi? Bo'ldi. Birinchisiga tegishli bo'ladi. Bu avtomobil bu chorrahadan nima qilib bo'ldi? O'tib bo'ldi. Bu ikkinchisiga burilmoqchi. O'shaning uchun ruxsat beriladi. Yana qaytaraman. Buyuruvchi belgini ta'siri shu o'rnatilgan kesishmaga ta'sir qiladi. O'rnatilgan joyga, ya'ni birinchi chorrahaga ta'sir qiladi. Bu esa ikkinchisiga burilmoqchi. Mana bu ko'chadan nima qilib bo'ldi? O'tib bo'ldi. Shuning uchun ruxsat etiladi bo'ladi. Mana to'ppa-to'g'ri ruxsat etiladi. Keyingi ikkinchi savolimiz: yo'naltirgichlar bilan ko'rsatilgan yo'nalishlarning qaysi biri bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi? E'tibor bering. Buyuruvchi belgi to'g'riga degan buyuruvchi belgi turibdi. Bu belgini ma'nosida faqat to'g'riga buyuradi, lekin o'ng tomonda yondosh hududlarga burilishga ruxsat beradi. Yondosh hudud bu yoqilg'i quyish shoxobchalari, to'xtab turish maydonchalari, hovli ko'chalari tushuniladi. Endi bu yerda hozir o'ng tomonda ham yondosh yoqilg'i quyish shoxobchasi bor, chap tomonda ham. Bu belgini ma'nosida yondosh hudud faqatgina o'ng tomonda bo'lsa ruxsat etiladi degan joyi bor. Shuning uchun hozir yo'naltirgichlar bo'yicha ruxsat etiladi A bilan D ga. Chunki A yondosh hudud o'ng tomonda, S bilan B chap tomondagi bo'lganligi uchun mumkin emas. Faqat to'g'riga A bilan D ga bo'ladi. Demak, 4-javob to'g'ri bo'ladi. 3-savol: haydovchi qaysi rasmda qoidalar talablarini buzmay turib manyovr qildi? Manyovr degani bu yo'nalishni o'zgartirish. Misol uchun o'ngga burilish, chapga burilish, orqaga qayrilish. Bularni hammasini yig'in desa bitta so'z bilan manyovr deyiladi. Hozir bu yerda 3 ta rasm ko'rsatilgan. Birinchi rasmda to'g'riga degan buyuruvchi belgi turibdi, lekin hovli ko'chasiga o'ng tomonga burilyapti. Bu qoidani buzmayapti. Chunki to'g'riga belgisida o'ng tomondagi hovli ko'chalarga, yondosh hududlarga burilsa bo'ladi. Ikkinchi rasmda esa hovli ko'chasi, yondosh hudud chap tomonda bo'lgan, buyuruvchi belgi to'g'riga ko'rsatyapti. Bu qoidani buzyapti. Bu mumkin emas. 3-rasmimizda esa bir tomonlama harakatlanish yo'li, ya'ni односторонний deymiz-ku, yo'lning butun kengligi bo'yicha bir tomonga harakat joriy etilganligini bildirib, orqaga qayrilsa qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib qoladi, strechniga. Shuning uchun bu ham noto'g'ri bo'ladi. Demak, qaysi biri buzmay turib manyovr qildi desa, birinchi rasm bo'ladi. Buyuruvchi belgida to'g'riga degan belgisida o'ng tomonda yondosh hududlarga burilsa bo'ladi.